Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensiya oladigan har bir inson uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 19 avgustdan boshlab pensiya to'lovlari, ularni olish tartibi, hujjatlar, bank kartalari, ishonchnomalar va ortiqcha to'lovlar bo'yicha yanada qat'iy nazorat boshlanishi haqida ketadi. Bu ma'lumotni faqat pensionerlar emas, ularning farzandlari, nabiralari, vasiylari chet elda yashab turib pensiya olayotganlar. Nogironlik pensiyasi oluvchilar va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar ham bilishi shart. Men hozir sizga vahima tarqatish uchun emas, aksincha ertaga pensiyangiz to'xtab qolmasligi, kartangizga pul tushmay qolmasligi yoki keyin ortiqcha pul olib siz qaytaring degan talab kelmasligi uchun aniq va tushunarli qilib aytib beraman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'zini ham, oilasini ham muammolardan saqlab qoladi. Oldin ko'pchilik pensiya masalasiga juda oddiy qarardi. Oy boshida yoki belgilangan sanada pul kartaga tushadi. Bankomatdan olinadi yoki pochta orqali naqd yetkaziladi. Ko'p hollarda odamlar hujjatlarda o'zgarish bo'lsa ham, yashash manzili almashsa ham, familiyasi o'zgarsa ham, nogironlik muddati tugasa ham, chet elga uzoq muddatga chiqib ketsa ham bu haqda darhol xabar berishga shoshilmas edi. Baribir tizim biladi, baribir pul kelaveradi, keyin bir gap bo'lar degan qarashlar ko'p edi. Endi esa vaziyat boshqacha bo'lyapti. 17 avgustdan boshlab pensiya to'lovlarida elektron ma'lumotlarni solishtirish, shaxsiy ma'lumotlarni tekshirish, yashash holati, huquqiy asos, bank rekvizitlari va pensiyani haqiqatda kim olayotganini aniqlash masalalari yanada muhim bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, sizning pensiyangiz faqat bir marta tayinlangan hujjatga qarab cheksiz davom etadigan oddiy to'lov emas. Har oy, har davrda sizning pensiya olish huquqingiz saqlanib qolganmi? Hisobdagi ma'lumotlar to'g'rimi? Kartangiz faolmi? Ishonchnomangiz muddati o'tmaganmi? Nogironlik guruhi bo'yicha xulosa amaldami? Boquvchisini yo'qotgan farzand o'qishini davom ettiryaptimi? Mana shu savollar muhim bo'ladi. Men eng avvalo bitta narsani aniq aytaman. Pensiya hammadan olib qo'yiladi, hammaning puli kamayadi degan gap noto'g'ri. Bunday vahimali gaplarga ishonmang. Ammo tartibsizlik, eski ma'lumot, xato hujjat, muddati o'tgan ishonchnoma, yopilgan karta noto'g'ri manzil. Tasdiqlanmagan o'qish yoki nogironlik muddati bo'yicha muammo bo'lsa, pensiya vaqtincha kechikishi, to'xtatilishi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Mana shuni odamlar oldindan bilish kerak. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar o'z ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yishi kerak. Masalan, 65 yoshli otaxon har oy 20 million 400 ming so'm pensiya oladi. U pensiyani bank kartasi orqali oladi. Karta muddati 2024 yil iyulda tugagan. Lekin otaxon bunga e'tibor bermagan. Oldin ba'zi hollarda karta muddati tugasa ham bankda avtomatik yangilash yoki vaqtincha yechim topilar edi. Endi esa karta faol bo'lmasa, pul tushishi kechikadi. Keyin odam pensiyamni to'xtatib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya tayinlanishida emas, bank rekvizitida bo'ladi. Shuning uchun kartangiz amal qilish muddati, telefon raqamingiz, bank ilovangiz, SMS xabarnomangiz faolmi? Bularni tekshirish kerak. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladiganlar. Bu yerda eng ko'p uchraydigan xato shuki, odam nogironlik guruhi ma'lum muddatga berilganini unutadi. Masalan, bir kishiga ikkinchi guruh nogironlik 1 yil muddatga belgilangan. U har oy 1 million ming so'm oladi. Tibbiy ko'rikdan qayta o'tish sanasi avgust edi, lekin u bormadi. Chunki o'zini yomon his qildi yoki hujjat yig'ishga ulgurmay qoldi. 28 avgustdan keyin elektron tizimda bu muddat o'tgan deb ko'rinsa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Keyin qayta ko'rikdan o'tib, huquq tasdiqlansa, qonuniy tartibda tiklanadi. Ammo odam 1 oy yoki 2 oy pul kutib qolmasligi uchun muddatni oldindan nazorat qilish kerak. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu ayniqsa farzandlar 18 yoshga to'lgandan keyin muhim. Agar farzand kunduzgi ta'limda o'qishni davom ettirsa, ko'p hollarda pensiya ma'lum yoshgacha davom etishi mumkin. Lekin bu uchun o'qish joyidan ma'lumot, talabalar bazasidagi tasdiq hujjatlarining to'g'riligi kerak bo'ladi. Misol uchun, ona 2 farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Katta farzand 18 yoshga to'ldi va kollej yoki universitetga kirdi. Agar bu ma'lumot tizimga tushmasa,
yoki o'qish shakli mos kelmasa, uning ulushi to'xtashi mumkin. O'ylada umumiy pensiya 2 million so'm bo'lgan bo'lsa, bitta farzand ulushi chiqarilgandan keyin 1 million 200 ming so'mga tushib qolishi mumkin. Bu kamayish odamga kutilmagan zarba bo'ladi. Shuning uchun o'rinbekish yoshga yaqinlashayotgan farzandlar bo'yicha alohida e'tibor talab qilinadi. 4-guruh ishonchnoma orqali pensiya olib berayotganlar. Hayotda bunday holat juda ko'p. Onaxon yura olmaydi. O'g'li bankka borib pensiyasini olib beradi. Otaxon qishloqda yashaydi. Qizi shaharda turib karta va hujjat ishlarini qiladi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ishonchnoma muddati, notarial tasdiq, vakolat doirasi aniq bo'lishi kerak. Agar ishonchnoma 6 oyga berilgan bo'lsa, 1 yil ishlatib yurish mumkin emas. Agar ishonchnomada faqat bankdan pul olish vakolati yozilgan bo'lsa, boshqa ariza berish, hisob raqamini almashtirish yoki hujjat imzolashda muammo chiqishi mumkin. Endi tizimda pensiyani kim olyapti? Oluvchi hayotmi? Vakolat qonunimi degan savollarga e'tibor kuchayadi. 5-guruh chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan pensionerlar. Men bu yerda alohida ogohlantiraman. Chet elga chiqishning o'zi avtomatik ravishda hammaning pensiyasini bekor qiladi degani emas. Ammo qonunda belgilangan tartiblar, yashash joyi, doimiy ro'yxat, bank hisobi, shaxsni tasdiqlash, ayrim holatlarda hayotlik faktini tasdiqlash kabi talablar bo'lishi mumkin. Masalan, bir pensioner Rossiyaga farzandlari oldiga 6 oyga ketdi. Kartasiga O'zbekistondagi pensiya tushib turdi. Agar u qaytib kelganda hammasi joyida bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin agar u doimiy yashash uchun chiqib ketgan, O'zbekistondagi ro'yxati o'zgargan, hujjatlari yangilanmagan bo'lsa, keyinchalik tekshiruvda savollar tug'iladi. Shuning uchun men ketdim, kartaga pul tushaversin deb beparvo qarash to'g'ri emas. 6-guruh pensiya hisob kitobida ish staji, ish haqi, arxiv ma'lumotlari bo'yicha xato bo'lishi mumkin bo'lganlar. Ba'zi odamlar pensiyaga chiqqanda barcha hujjatlarni to'liq taqdim eta olmagan. Masalan, 1905-1915 yillardagi ish joyi yopilgan, arxivdan ma'lumot topilmagan. Ish haqi pas ko'rsatilgan. Keyinroq hujjat topilsa pensiyani qayta hisoblash mumkin bo'ladi. Lekin buning aksi ham bor. Agar noto'g'ri hujjat asosida ortiqcha pensiya hisoblangan bo'lsa, qayta tekshiruvda farq aniqlanishi mumkin. Masalan, odamga 1 million 800 ming so'm pensiya tayinlangan, keyin stajning 3 yili tasdiqlanmagani ma'lum bo'ldi. Shunda pensiya 1 million 620 ming so'm bo'lib qayta hisoblanishi ehtimoli bor. Agar ortiqcha to'lov qonuniy asosda qaytarilishi kerak bo'lsa, bu ham odam uchun og'ir bo'ladi. Shu sababli hujjatlarni yashirish emas. To'g'rilash eng xavfsiz yo'l. Endi ko'pchilik tushunmaydigan, lekin amalda muammo keltiradigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, pensiya kechikishi har doim ham pensiya bekor qilindi degani emas. Ba'zan bank tizimida texnik kechikish bo'ladi, karta bloklangan bo'ladi, hisob raqami almashtirilgan bo'ladi, pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'ladi. Masalan, fuqaro yangi ID karta oldi. Lekin bankdagi eski pasport ma'lumoti bilan pensiya jamg'armasidagi ma'lumot bir-biriga mos kelmay qoldi. Natijada to'lovda tekshiruv paydo bo'ldi. Odam esa davlat pensiyamni kesdi deb o'ylaydi. Bunday paytda birinchi navbatda bankdan va pensiya jamg'armasi bo'limidan sababni aniqlash kerak. Ikkinchi nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana va joy shiri raqami xatosi. Juda oddiy ko'rinadi. Lekin eng og'ir muammolardan biri shu. Bir hujjatda To'xtayeva, boshqasida Tuxtayeva, yana birida To'xtayeva deb yozilgan bo'lishi mumkin. Lotin va kiril yozuvidagi farq, eski pasportdagi imlo, nikohdan keyingi familiya o'zgarishi, tug'ilgan sanadagi bitta raqam xatosi elektron tizimda moslikni buzadi. Oldin qo'lda ko'rib, ha, shu odam deb o'tkazishgan bo'lsa, endi elektron tizim aniq moslikni talab qiladi. Shuning uchun hujjatlardagi yozuvlarni tekshiring. 3-nozik jihat, pensioner vafot etgandan keyin kartadan pul yechish. Bu juda jiddiy masala. Ba'zi oilalarda odam vafot etadi. Lekin kartaga keyingi oy ham pensiya tushib qoladi. Qarindoshlar baribir xarajatlar bo'ldi. Dafn marosimi ketdi deb o'sha pulni yechib oladi. Men mutaxassis sifatida ogohlantiraman. Pensioner vafot etgan kundan keyin ortiqcha to'langan pensiya qonuniy asosda qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Dafn puli, meros, qarindoshlar xarajati alohida masala, pensiya to'lovi alohida masala. Shuning uchun vafot holati bo'lsa, FHJda ya orqali qayd etish, tegishli organlarga xabar berish va kartadan ehtiyotsiz pul yechmaslik kerak. 4-nozik jihat,
bir vaqtning o'zida bir nechta to'lov olish. Masalan, odam yoshga doir pensiya oladi. Keyin nogironlik bo'yicha ham biror to'lovga da'vo qiladi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bilan boshqa ijtimoiy nafaqa bir-biriga ta'sir qilishi mumkin. Har bir to'lovning o'z sharti bor. Hamma to'lovlarni birgalikda olish mumkin deb o'ylash xato. Ba'zan fuqaro o'zi bilmagan holda ikki joydan pul olib qo'yadi. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov chiqadi. Shu sababli yangi nafaqa yoki yordamga ariza berayotganda men hozir qaysi pensiya yoki nafaqani olayapman? Bu yangi to'lovga ta'sir qiladimi deb albatta so'rash kerak. 5-nozik jihat: ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqdim, lekin yana ishlayapman. Demak, pensiyamni olib qo'yishadi deb qo'rqadi. Bu ham har doim to'g'ri emas. Ishlayotgan pensionerlarning pensiya olish tartibi alohida qoidalar bilan belgilanadi. Muhimi, ish joyi rasmiy bo'lsa, ma'lumotlar soliq va mehnat tizimlarida ko'rinadi. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi to'g'ri hisobot berishi, shartnomangiz rasmiy bo'lishi, daromadlaringiz yashirilmasligi kerak. Yashirin ishlash, noto'g'ri ma'lumot berish keyinchalik sizga emas, avvalo ish beruvchiga ham. Ayrim hollarda sizning to'lovlaringizga ham savol tug'dirishi mumkin. 6-nozik jihat: manzil va ro'yxat. Pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chib o'tadi, lekin pensiya hujjatlari eski manzilda qoladi. Pochta orqali naqd oladiganlarda bu ayniqsa muhim. Masalan, onaxon eski mahallada ro'yxatda, lekin qizi bilan boshqa tumanda yashaydi. Pochtachi eski manzilga boradi, odam yo'q. Bir necha oy davomida to'lov olinmasa, tizimda savol paydo bo'ladi. Bank kartasi orqali oladiganlarda ham manzil muhim, chunki xabarnoma, tekshiruv, ariza, ijtimoiy xizmatlar ro'yxati manzilga bog'lanadi. Ko'chgan bo'lsangiz buni rasmiylashtiring. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz bugun nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy, aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam: hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSHSH raqami, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjat, bank kartasi, telefon raqami, yashash manzili, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar familiyangiz bir joyda boshqa, ikkinchi joyda boshqa yozilgan bo'lsa, buni keyinga qoldirmang. Ikkinchi qadam: bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizdami? Karta bloklanmaganmi? Agar pensionerning kartasi farzandining telefon raqamiga ulangan bo'lsa, bu doim ham qulay, lekin xavfsizlik nuqtai nazaridan ehtiyot bo'lish kerak. Karta yo'qolsa, darhol bankka murojaat qiling. Yangi karta ochsangiz, pensiya tushadigan hisob raqami to'g'ri bog'langanini tasdiqlating. 3-qadam: pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilib, ma'lumotlaringizni solishtirib oling. Mening pensiyam bo'yicha ma'lumotlarim to'g'rimi? Bank rekvizitim faolmi? Hujjatlarimda kamchilik yo'qmi deb so'rang. Agar siz bora olmasangiz, qonuniy vakil ishonchnoma bilan borishi mumkin. Lekin ishonchnoma muddati va vakolatlari aniq bo'lsin. 4-qadam: nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa olsangiz, tibbiy ko'rik muddati qachon tugashini yozib qo'ying. Telefoningizga eslatma qo'ying. Farzandlaringizga ayting, mahalla yoki shifokor bilan oldindan bog'laning. Ko'rik sanasi o'tib ketgandan keyin yugurib yurishdan ko'ra, bir oy oldin tayyorgarlik ko'rgan yaxshi. 5-qadam: o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar farzandlarining yoshi va o'qish holatini tekshirsin. Farzand 15 yoshga to'lsa, u qayerda o'qiyapti? Kunduzgi ta'limni o'qish joyidan ma'lumot kerakmi? Elektron bazada ko'rinyaptimi? Bularni aniqlang. Ayniqsa sentabr oyi yaqinlashganda bu masala juda dolzarb bo'ladi. 6-qadam: chet elga uzoq muddatga ketayotgan bo'lsangiz, ketishdan oldin o'z pensiya bo'limingizdan tartibni so'rang. Men 3 oyga ketyapman, men 1 yilga ketyapman, men doimiy yashash uchun chiqyapman degan holatlar bir xil emas. Qaysi hujjat kerak? Pensiya davom etadimi? Hayotlikni tasdiqlash kerakmi? Bank kartasi orqali olish mumkinmi? Buni rasmiy manbadan bilib oling. 7-qadam: pensioner vafot etgan holatda qarindoshlar darhol huquqiy tartibga amal qilsin. FHDda o'lim qayd etiladi. Tegishli idoralar xabardor qilinadi. Kartaga keyin tushgan pulni o'zboshimchalik bilan yechmang. Dafn nafaqasi yoki boshqa to'lov bo'lsa, uni alohida tartibda so'rang. 8-qadam: barcha ariza va murojaatlarni yozma yoki elektron iz bilan qoldiring. Agar siz pensiya jamg'armasiga borsangiz, murojaatingiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam
sana yoki nusxani oling. Agar may to'ygabduguz orqali yuborsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Og'zaki kelasi hafta keling degan gap bilan cheklanib qolmang. Hujjatli iz bo'lsa keyin o'z huquqingizni himoya qilish oson bo'ladi. 9-qadam shubhali odamlarga ishonmang. Men pensiyangizni oshirib beraman. Kartangizni menga bering. Pulingizni chiqarib beraman. 10-avgustdan hammaning pensiyasi kuyadi. Men orqali hujjat qildiring degan gaplar ko'payishi mumkin. Hech kimga karta pin kodingizni bermang. SMS kodini aytmang. Pasport nusxasini sababsiz yubormang. Pensiya masalasi faqat rasmiy idoralar, bank va qonuniy vakil orqali hal qilinadi. 10-qadam. Pensiya miqdori kamaygan yoki to'xtagan bo'lsa, darhol sababini yozma so'rang. Nega pul tushmadi deb bankomat oldida kutib turish muammoni hal qilmaydi. Bankdan to'lov kelmaganini aniqlaysiz. Agar bankka pul kelmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga borasiz. Agar pensiya jamg'armasi to'lov to'xtatilgan desa, asosini so'raysiz. Qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi ma'lumot mos emas, qaysi muddat tugagan. Keyin shu asosda harakat qilasiz. Men sizga yana bir nechta oddiy misol keltiraman. Chunki odamlar ko'pincha aynan misolda yaxshi tushunadi. Birinchi misol, 72 yoshli onaxon pensiyani pochta orqali naqd olardi. Keyin qizi uni o'z uyiga olib ketdi, lekin manzil o'zgartirilmadi. Pochtachi 2 oy eski uyga bordi, onaxon yo'q, to'lov qaytdi. Onaxon pensiyamni bekor qilishdi deb o'yladi. Aslida muammo manzilda edi. Agar qizi oldindan pensiya jamg'armasiga borib, to'lov usulini bank kartasiga o'zgartirganida yoki manzilni rasmiylashtirganida bunday kechikish bo'lmas edi. Ikkinchi misol. 19 yoshli talaba otasidan qolgan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan edi. U universitetga kirdi, lekin sirtqi ta'limga. Oila esa kunduzgi ta'limdagidek pensiya davom etadi deb o'yladi. Keyin to'lov to'xtadi. Bu yerda hissiyot emas, qoidani bilish muhim. Har bir to'lov shartga bog'liq. O'qish shakli, yosh, hujjat, baza ma'lumoti hammasi tekshiriladi. Uchinchi misol, otaxonning kartasi o'g'lida edi. O'g'il har oy pulni yechib otasiga berardi. Bir kuni bank karta xavfsizlik sabab bloklandi, chunki bir necha marta noto'g'ri pin kiritildi. Otaxon pensiya kelmadi deb o'yladi. Aslida pul tushgan, lekin karta bloklangan. Bankka borib karta tiklangandan keyin muammo hal bo'ldi. Shuning uchun karta va pensiya to'lovi ikki xil masala ekanini tushunish kerak. 4-misol, ayol kishi pensiyaga chiqqanidan keyin arxivdan yangi ma'lumot topdi. Oldin 24 yil staj bilan pensiya tayinlangan edi, yangi hujjat bilan yana 5 yil staj qo'shildi. U ariza berdi, pensiyasi qayta hisoblandi va oylik miqdori oshdi. Bu ijobiy misol. Demak, 10-avgustdan keyingi tartib faqat tekshirish yoki to'xtatish emas, balki to'g'ri hujjat bo'lsa, o'z haqqingizni olish imkoniyatini ham anglatadi. Hurmatli tomoshabinlar, asosiy fikr shuki, 9-avgustdan keyin pensiya olishda beparvolik qilish mumkin emas. Oldingidek pul kelaveradi, hujjatni keyin to'g'rilayman degan davr asta-sekin tugayapti. Endi ma'lumotlar aniq, hujjatlar to'g'ri, karta faol, ishonchnoma amaldagi manzil rasmiy, to'lovga huquq tasdiqlangan bo'lishi kerak. Agar sizning ham pensiya, nafaqa, karta, ishonchnoma yoki qayta hisoblash bo'yicha savolingiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi viloyat yoki tumandansiz, qanday muammoga duch keldingiz? Pensiyangiz kechikdimi yoki hujjat so'rashdimi? Albatta yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Agar videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri ma'lumot butun oilani katta muammodan saqlab qolishi mumkin.